Yiqilib tushdingizmi? Tildan ham qoldingizmi? Shundoq ishxonani meni nomimga o'tkazib bersangiz, hamma sog'-omon qoladi. Ko'zingiz bilan shundoq qilsangiz, bo'ldi. Hammasi ham bu holda yotibsiz. Oilaga kim qaraydi? Qizlaringizni o'ylang. Axir ular katta bo'lish kerak-ku, aka. Tepadan qandoq tushib ketdingiz? Uyingiz ham shundoq yonib ketishi mumkin, aka. Xo'pmi? Kelishdikmi? Agar do'konga men boshliq bo'lsam, jammas. Sizni o'zim tuzataman. Oyoqqa turg'izaman. Ha, gapira olmayapsizmi, aka? Mayli, siqilmang. Agar yo'q desangiz, Maryam ham ko'zga